Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videomiz iPhone telefonni olayotganda nimalarga qarab olish kerak, ya'ni ichki qismida ashlarni ko'rib chiqamiz bugun. Xo'p, birinchi navbatda telefonimizni yo'ngisini ko'rib olamiz. Eng asosiysi shu. Ko'rasizlar, masalan, eng baland 75 dan baland bo'lish kerak. 75 dan pasti uje yetib kelib bo'lgan bo'ladi. Mana shu 76 atrofida olinglar. Iloji boricha 80 dan baland olsanglar ham yaxshi. Uzoqroq xizmat qiladi yana. Xo'p, keyingi navbatda General About mana shu yerga kirganinglarda birinchi navbatda buni M harfiga qarab olmanglar. Bu M harfi o'zgarib ham turaveradi. F unaqalarga qaramanglar. Birinchi navbatda sizlar mana history bor. Shu yerga kirsanglar, nimasi alishganini ko'rsatib beradi. Masalan, display alishgan, Unikino deb turib chiqarib qo'yadi. Xo'p, qayerga alishgan shu yerdan ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi navbatda telefonni imeykasini tekshirishni unutmanglar. Yulduz решетка 06 решетка qilasizlar. Mana shu yerdan imeyka raqamini chiqarib beradi. Keyin xo'p, telefonda imeykasini tekshirishdi. 1170 qisqa raqamga qilsanglar ham bo'ladi. Keyin saytdan uzumay deb chiqarsanglar ham bo'laveradi. Mana shu yerga imeykasini tashlaysizlar. Imeykasini bor yo o'tgan yo o'tmagan deb turib chiqarib beradi. Keyin qiladigan ishlar shu bo'ladi. Xo'p, telefonni bezduk knopkalarini tekshiringlar, ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Keyingisi balalatadigan, pasaytiradigan. Xo'p, Face ID, True Tone, hamma yo'g'ini tekshirishni unutmanglar. Eng keraklari shuki, SIM karta solinglar, ishlayaptimi, yo'qmi? Aloqasida gaplashib ko'ringlar, dinamikasini chiqarib. Aslan olayotganinglarda shularni tekshirib olinglar. Keyin telefonda iCloud'ni chiqarib olinglar. Keyin sibros ham qilishni unutmanglar. Sibros qilsanglar, Secret iCloud degan narsa bor. Agar Secret iCloud bo'lsa, telefon iCloudga tushdi degani. Agar Secret iCloud bo'lmasa, telefon toza degani. Eng asosiysi shu. Sibros qilib olsanglar ham yaxshi.